أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي يا رحمن يا رحيم يا كريم. o'zingni kalomingdan o'qidim, ixlos surani o'qidim. Allohim dargohingni qabul qilgin. Hosil bo'lgan savoblardan Allohim xususan payg'ambarimiz, oxirgi zamon payg'ambarimiz janobi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan oilalar, shonli ashoblarga, ulardan oldingi o'tgan barcha payg'ambarlarimiz, ulamolar, olimlar, avliyolar, shahidlar, siddiqlar, tobinlar, taba tobinlar, ulardan o'tgan, bizlardan o'tgan ona avlod, ota avlod, shu yerda yotgan barcha mo'min mo'minot, muslimu muslimat qabr ahllarini Allohim ruhoniyatlariga fi sabilillah baxshida qildim. Allohim qabrlarni qiyomat kunigacha Allohim nurga to'ldirgin. Qabrlarni jannat bog'laringdan bir bog' qilgin. Qabrlarga jannatul firdavs darchalaringdan bir darcha ochgin. Bandalik bilan bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilib, yaxshi amallarni o'zlariga qiyomat kunigacha hamroh qilib, qiyomatda Allohim o'zingni jamolingni ko'radigan bandalaring qatorida bo'lishligimizni barchalarimizga nasib qilgin. Allohim yurtimizni tinch, osmonimizni musaffo qilgin. Allohim hayot bo'lib turganlarni Allohim umrlariga, rizqlariga Allohim barokat berib, umrlarini uzun qilib, rizqlarini butun qilgin. Sog'likda, salomatlikda umr guzaronlik qilishliklarini nasib qilgin. Sallallohu ta'ala ala xalqi Muhammadin ala alihi va ashabihi ajmain. Allohumma qsina aqibatana fil umuri kulliha ajirna min khizyid dunya va azabi akhirah rahmatik.